Tanlangan asarlar. Ozod Sharafiddinov. Ma'naviy kamolot yo'llarida, Go'ro'g'li bahonasida. Urushdan avval Oldi-Otin alifbosida chop etilgan qalin muqovali bu semiz kitob kutubxonamdagi eng ardoqli kitoblardan. Har gal uni ko'rganimda buvim keragidan urishib so'kib, qattiq tergab, shapshak bo'lib ketishimga yo'l qo'ymagani, keragidan shirin gaplar bilan tarbiyalab meni odam qilgan bu jonim ko'z o'ngimda gavdalanardi. Turkman tilidagi bu kitobni boshdan oyoq buvim bilan birga o'qib chiqqan edik. To'g'rirog'i men turkmancha so'zlarni aqlim yetgancha o'zbeklashtirib qo'ygan, buvim esa mayda-chuyda ishlarini yig'ishtirib qo'yib, jon quloq bilan tinglagan edilar. Bu gaplarni o'qib siz hoynahoy maqtancholi ham evida yo'rgakdan chiqmasdanoq turkmanchani ham o'zlashtirgan ekanlarda deb ensangiz qotayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, gapimga ishonavering. Men maqtanmoqchi ham emasman. Men o'sha kezlarda albatta turkman tilini bilmas edim. Hozir ham bilmayman. Lekin buvim ikkamiz bu kitobni o'qib chiqqanimiz rost. Keling, yaxshisi hammasini bir boshdan gapirib beray. Go'ro'g'li kitobini xarid qilganimda adashmasam 14-15 yoshlarda edim. O'sha paytlarda qo'lim bo'shab qoldi deguncha yo o'zim yo bironta o'rtog'im bilan yangi shaharga safarga chiqar edik. Bu safarimiz ham ziyorat, ham tijorat qabilida bo'ladi. Yo'l-yo'lakay ko'cha-ko'yni tomosha qilib, ko'ngil yozib, 10 kelsa kino-pinoga tushib, bir yo'la kitobni magazinga ham kirib kelaverdik. Markaziy kitob do'konida o'zbek kitoblari bo'lmada ishlaydigan odam bizni hamisha ochiq chehra bilan kutib olar, qanday yangiliklar chiqqanini, qaysi kitob qanday mavzuda ekanini va uni xarid qilsak, bizga qanday nafi tegishini erinmay gapirib berardi. Albatta, ko'pincha yangi kitoblar har qancha yaxshi bo'lmasin, uni xarid qilish pulimiz yetmasdi. Bunday paytlarda ancha ruhimiz tushib, yuvosh tortib qolardik. Kitobfurush amaki esa har gal biror yo'l bilan ko'nglimizni ko'tarib chiqarib yuborardi. Bir kun u uyda o'qib chiqqan kitoblaring bo'lsa mayli olib kel. Men ularni o'rniga yangilaridan beraman dedi. Men shunday qildim. Shu yo'l bilan ancha vaqtgacha yangi kitoblardan bahramand bo'ldim. Keyin yillar o'tib bildimki, bu ish sovet savdosining qoidalariga sira to'g'ri kelmas ekan. Nima uchun o'sha kitobfurush bunaqa qilgan ekan, hanuzga qadar bilmayman. Lekin buni bilmasam-da, hatto u kishining ismi sharifidan bexabar bo'lsam-da, uning siymosi xotiramda muhrlanib qolgan. Bu ajoyib odamning hozirgacha chin yurakdan hurmat bilan eslab yuraman. Kitob do'koniga navbatdagi safarlardan birida peshtaxtadagi Go'ro'g'li degan kitob ko'zimga olovday ko'rinib ketdi. Sababki urushdan keyin yillarda Alpomish, Malika Ayyor, Ravshan, Balogardon, Xush keldi kabi 5-6 ta xalq dostoni bostirib chiqqan edi. Men ularni o'qib chiqib, xalq dostonlarini jon dilimdan yaxshi ko'rib qolgandim va kitob do'konlaridan yangilarni qidiradigan bo'lib qolgandim. Shuning uchun Go'ro'g'li ko'zimga olovday ko'rinib ketdi. Uni ko'rib varaqlay boshladim-u, tarvuzim qo'ltig'imdan tushdi. Uning narxini ko'rgandan keyin esa butunday hafsalam pir bo'ldi. Kitobfurush amaki darrov ahvolimni tushundi. Yaxshi kitob, turkmancha bo'lsa hech narsa qilmaydi. Turkman tili o'zbek tiliga juda yaqin. Uni tushunmoq uchun lug'at kerak emas. Narxi masalasiga kelsak, uni qimmat dema. Kitob hech qachon qimmat bo'lmaydi. Mana meni aytdi dersan, yillar o'tib bu kitobning qimmati ortsa ortadiki, sira kamaymaydi. Puling o'zing bilan ketadi. Bu odamning gaplari to'g'ri chiqdi. Haqiqatan ham bugun o'sha Go'ro'g'li noyob kitob bo'lib qolgan, mutaxassislar uni juda katta pulga sotib olishi mumkin. Go'ro'g'li misolida men bir maqolda ifodalanadigan haqiqatning chinligiga amin bo'ldim. Asal aynimaydi, kitob eskirmaydi. Kitobning turkmanchadagi xavotir olganim ham juda behuda ekan. Uning deyarli hammasini bemalol lug'atsiz tushundim. Hatto shu bahona turkman kitoblarini ham xarid qila boshladim. Matoji, Seidi, Mulla Nafas, Kamina kabi shoirlarning kitoblari shu yo'l bilan biznikiga kelib qolgan. Ularda tasvirlangan ayrim voqealar hozirga qadar esimda. Mana ulardan biri. Kamina ko'pgina turkman shoirlari kabi madrasani Xivada o'qigan ekan. Bu yerda uning bir ko'zi ko'r mulla oshnasi bor ekan.
bir kuni kamina uni ko'rgani kelsa, mulla odamlar o'rtasida kaminaning masxara qilyapti. Ha, galbmisiz? Turkmancha va xorazmcha talaffuzda bu keldingizmi degan ma'noni bildirar ekan. Lekin arab tilida galb degani itni anglatar ekan. Hajviyot bobida doim chiqargan kamina hozir javoblik bilan debdi: sizni bir ko'rsak deb kelib edik. Bundagi so'z o'yiniga e'tibor bering. Bu iboraning sizni bir ko'r it deb keldik degan ma'nosini bildirar ekan. Xullas, Go'ro'g'li kitobi tufayli ancha-muncha turkman shoirlarining asarlari bilan ham yaqindan tanish bo'lib oldim. Lekin bu gal men mashhur kitobni bitmas tuganmas fazilatlari haqida, yuksak san'ati, kishining to'lqinlantiradigan jihatlari to'g'risida gapirmoqchi emasman. Balki Go'ro'g'li bahonasida buvim to'g'risida hikoya qilib bermoqchiman. Shunday qilib bir necha kun davomida uyimizda Go'ro'g'li xonlik davom etdi. Bizda Go'ro'g'li haqida asarlar 40 ta dostonni tashkil qiladi. Turkmanlarda uning tug'ilishidan boshlab vafotiga qadar butun hayot 12 ta asarda ifodalanib, shu birgina kitobda ijro qilingan ekan. Buvim bularning barini o'zicha sharhlab, o'zicha zavqlanib, shunaqa e'tibor bilan eshitdiki, qo'yaverasiz. Aftidan buvim bolaligimda yoxud keyinroqmi bu xalq qahramoni haqida ertak yoki dostonlarni eshitgan bo'lsalar kerak. Chunki uni Go'ro'g'li Sulton degan nom bilan atar edilar va uni Go'rko'kki oti, xotinlari Misqolpari va Yunuspari, o'g'illari Avazxon bilan Hasanxonga aloqador savollarni ko'p berardilar. Tabiiyki, men ularning hammasiga ham javob topib bera olmasdim, lekin buvimning bu qiziqishiga har qanday mayda tafsilotlarni ham bilib olishga intilishga hayron qolardim. Buvim kitob o'qitib eshitishga emas, teatr tomoshalarini ko'rishni ham yoqtirardilar. Uyimiz Hamza teatriga yaqin. Bilmadim shuning uchunmi yo boshqa biron sababdanmi teatrda yangi tomosha qo'yilyapti degan eshitishlari bilan yo ayamni yo meni qistasha tushardilar. Tomoshani ko'rib kelgandan keyin esa anchagacha uni tahlil qilib yurardilar. Habash o'lgur gulday xotinini o'ldirib qo'ydi-ya, jinday shoshmaganda ham sir ochilardi-ku. Hovliqmay o'l yoki ko'zing do'laymay qironga uchragur. Kingiz buncha qolxo'r bo'lmasa. Jaloliddinday yigitga kun bermadi-ya. Yillar o'tgan sari u kishining san'at va adabiyotga ishqibozliklarini ko'rib taajjubim ortgandan ortib bordi. Axir taajjublanmay bo'larmidi? Bu umrida maktab yuzini ko'rmagan, alifdan kaltakni ajrata olmaydigan g'irt savodsiz omi bir ayol edi. O'qish bir yoqda tursin, hisobni ham zo'rg'a 50 gacha eplardilar xolos. Unday naryog'ini 3:20, 4:20 deb hisoblardilar. Soatni ham tuzukroq bilmasdilar. Bir kun uyga yarim kechada oshganda qaytdim. Hovlini guvala devoridan jinday nuragan joyi bor edi. Uydagilarni uyg'otib yubormaslik uchun astagina devordan oshib, yog'och so'ri ustiga solib qo'yilgan o'ringa kirdim. Buvim uyg'on ekan. Qayoqlarda daydib yuribsan, juvon marg, soat nechi bo'ldi? 12 bo'ldi buvijon dedim gunohkorona ohangda. 12 ni bog'lab qo'yibdimi? 10 bo'ldi, yaramas 10. Gap qaytarmay o'zimni uxlaganga soldim. Buvim kitobga yoki teatr tomoshalariga har qancha qiziqmasin, nevaralariga ertagu rivoyatlar aytib bermas edilar. Faqat u kishi maqolga usta edilar. Maqolni ham dehqonchasiga yalang'och qilib aytaverardilar. Umuman jahllari chiqqanda og'izlaridan shaloq so'kinishlar ham chiqib ketardi. Buvim bizga nafaqat ertagu rivoyatlar aytib bermas, balki o'zlarining hayot yo'llarini, boshlaridan kechirgan turli voqealarni ham bir boshdan gapirib bergan emaslar. Faqat u kishining har xil munosabat bilan aytgan uzuq-yuluq gaplaridan hayotlarini ba'zan qirralaridan tasavvur qilib hosil qilganman. Qo'qonni biqinida yaypanga ketaverishda Oxunqayrar degan kichikroq bir qishloq bor. Qishloq o'zining buloqlari bilan dong chiqargan, ba'zida kichik, biri katta, biri sovuq, biri issiq 5-6 ta buloq yonma-yon joylashgan. Ularning bittasi serhovuzday keladi. Suvi shunaqa shiddat bilan vaqirlab qaynaydiki, yonida turgan odamni vahmi keladi. Buloqlarning ba'zilari shifobaxsh, shuning uchun bu yerda ziyoratgohga aylangan.
boshlangan, ayniqsa yoz va kuz fasllarida odam gavjum, haqiqiy sayllar bo'ladi. Buvim shu qishloqda tug'ilib o'sgan, ammo u kishining ota-onalari kim bo'lgan, qanaqa turmush kechirishgani buni bilmayman. Buvim bu qishloqdan qachon bosh olib chiqib ketish haqida menga ayon emas. Har holda bu voqea 20-yillarning o'rtalarida ro'y bergan bo'lishi mumkin. Buvimni Sirojiddin degan odamga uzatishgan ekan. U kishi ancha mashhur polvon bo'lgan ekan. Bobom bilan davlashgan har xil polvonlar kelib turar ekan. Bir kuni zo'rroq bir polvon kelibdi-yu, buvam undan yengilibdi. Shu ko'yi o'zlariga kelmabdilar. Yiqitgan polvon 2 tirsagi bilan buvamni ko'kragini qattiq qisib qo'yib, ancha ziyon yetkazgan ekan. Buvam bir qancha vaqt to'shakda yotib dunyodan ko'z yumibdilar. Buvim hali bo'y yetmagan bir qiz-u bir o'g'il bilan qolibdilar. Qishloqda buvimning qarindosh urug'lari ko'p bo'lganmi yo'qmi, buni ham aniq bilmayman. Lekin buvim bittasi ukasi haqida bir ikki og'iz gapirib berganlar. Buvim beva qolganidan keyin ukasi u kishining holidan xabar olib turgan bo'lsa kerakki, bu oiladagi hamma ishlar risoladagidek bo'lmog'i uchun o'zini mas'ul hisoblagan ko'rinadi. Kunlardan birida buvim ukasidan qishloq qizlarining sayliga bormoqchi ekanini, ayamni ham qizlari bilan borib kelgani ma'qul ekanini aytibdi. Ukasi qiz bola saylda nima qiladi, o'tirsin uyda deb jerkib berdi. Lekin buvim qizim juda siqilib ketgan, jinday yayrab kelar deb umidda ruxsat beribdilar. Qizlar sayldan qaytgandan keyin esa badjahl tog'a sayilga borgan oyoqlaring shumi deya ayamning to'piqlarini tisha bilan urib sindirgan ekan. Shundan keyin buvim ukasi bilan yuz ko'rmas bo'lib ketishgan. Oradan 30 yillar o'tgach bu fojia ancha unut bo'lib, dog'lari yurakdan o'chib ketgan tog'am Toshkentga biznikiga kelib bosh egib kechirim so'ragan edi. Biz u kishini izzatini joyiga qo'yib kutib oldik. 3-4 kun mehmon qilib, yana kuzatib qo'ydik. Lekin buvim tug'ishgan ukasi bilan bir og'iz ham gaplashmadi. O'shanda buvim qishloqdan bosh olib chiqib ketib, 2 bola bilan Qo'qonga kelib qolganlar. Biroq Qo'qondagi turmushdan ham tuzukroq ro'shnolik ko'rgan emaslar. Ayam tuzalib ulgurmay, buvimning o'g'li Ro'zmat tog'amning mashmashalari boshlangan. Tog'am otasiz o'sgani sababli bezorilik yo'liga kirib ketgan va kissavurlarga qo'shilib necha yillar mobaynida onamni kuydirib adoyi tamom qilgan. Buvim sho'rlik yolg'iz o'g'lining tepasida harchand girdikapalak bo'lib jon kuydirmasin, tog'am tez-tez uydan qochib ketar va 3-4 oylab undan dom-darak bo'lmas edi. Buvimning surishtirmagan joyi, so'ramagan odami qolmas. Nihoyat izlay uning allaqaysi o'g'rilar to'dasiga qo'shilib ketganidan xabar topar. Keyin bu to'da tupganing tagida bo'lsa hamki topib borib tog'amni ajratib olib kelardi. Tog'am sochlari o'sib ketgan, basharalari qasmoq bosgan, usti boshi kir, odam qarab bo'lmaydigan bir ahvolda uyga kirib keladi. Buvim uni yuvib, tarab, sochlarini oldirib, toza kiyimlarni kiydirib, qornini to'yg'izib odam holiga keltirar edi. Ammo 1-2 oy o'tmay mashmasha boshidan boshlanar. Tog'am yana g'oyib bo'lib qolar, buvimning fig'oni yana olamni tutardi. Nihoyat armiya yoshiga yetganda tog'amni harbiy xizmatga chaqirdilar. Urush boshlangandan keyin esa o'shanaqasi urushga ketdi. Urush oxirida qattiq jarohatlanib, nogiron bo'lib qaytdi. Keyin tog'am uylandi, ro'zg'or qildi, 2 farzand ko'rdi. Shundan keyingina buvimning dardi biroz pasaygandek bo'ldi. Bunday og'ir ko'rgiliklar, taqdirning ayovsiz zarbalari har qanday odamni ham qaddini bukib, faqat yuzida ajinlargina emas, yuragida ko'zga ko'rinmas chandiqlar ham qoldirishi tabiiy. Odam umidsizlanishi, asablari qaqshashi, yuragi torlashib, hammaga zahrini sochadigan bo'lib qolishi hech gap emas. Albatta buvim ham bundan butunlay benasib qolgan emas. Lekin shu bilan birga men buvimning biror marta bizdan, nevaralardan alamini olganini, bizga zahar sochganini, behuda urushganini bilmayman. To'g'ri, sho'xlik qilsak, bema'ni ishlar qilsak, buvim bizga qattiq qoyir, o'rni kelganda qarg'ishlarni ham ayab o'tirmasdi. Mabodo kattaroq gunoh qilib qo'ysa, kuchlari yetmasligiga ko'zlari yetsa, po'pisaga o'tardilar. Hali ayang kelsin, hammasini aytib beraman. Bir ta'ziringni bersin, o'shanda ko'rasan. Kechqurun ayam ishlardan kelardilar. Ovqatlanib bo'lmaslardan buvim didiyosini boshlardi. O'g'lingni tiyib olasanmi, yo'qmi?
O'lar bo'lsam o'lib bo'ldim. Biror ochiq mozor yo'qki, uni dastidan o'sha yoqqa ketsam. Tabiiyki ayam bir pasda tutoqib ketar va bizga tarbiya berishni boshlardi. Ba'zan ovozlari ko'tarilib, baloxonador so'kinishlar yangrar, jiddiy tahdidlar va do'qlar ustimizga yog'ilardi. Ular biz birozdan me'yordan oshib ketganini sezgan buvim yana o'zi jonimizga oro kirardi. Bo'ldi-da endi, hadeb urishaverasanmi? Ezilib ketdi-ku bola. Bechora. Bo'ldi, boqmay o'l. Buvimning bunaqa aralashuvidan keyin bizning boshimizda danak chaqilishi to'xtab, ona bola o'rtasida dahanaki jang boshlanardi. Buvim jahli tez, qahri qattiqdek ko'ringani bilan aslida ko'ngli keng, mehrga, muhabbatga to'la edi. U kishining bizga muhabbati hamisha o'ziga xos tarzda namoyon bo'lardi. Masalan, Toshkentga ko'chib kelib, men maktabga kirganimdan keyin buvim ham maktabga serqatnov bo'lib qoldilar. Uyda har kuni darsni tayyorlaganimni surishtirardilar. Biror darsni o'qimagan bo'lsam, o'tkazib qo'yib o'qitardilar. Uyda terganlarni yoqdim yetmasdan har 15 kunda bir marta maktabga borib, kuratorga yoxud ilmiy mudirga uchrab, meni o'qishim axloqimni ikir-chikirigacha tekshirib kelardilar. Ilmiy mudirimiz Qudrat Ahmedov buvimga bayni o'g'ildek bo'lib qolgan. U kishi bilan menga va oilamizga tegishli har qanday gapni oshkora gaplashaverar edilar. Qudrat aka ham buvimning fe'lini tushunib qolganidan u kishiga birda hazil, birda jiddiy muomala qilar edilar. Ikki tomonlama qattiq ta'qib ostida bo'lganingdan keyin uncha-muncha sho'xliklarni ham qila olmay qolar ekansan. Darslar birinchi smenada bo'lar, ba'zan kitob o'qib yo dars tayyorlab kech yotadigan bo'lib qolsam, vaqtliroq uyg'otib qo'yishni buvimdan iltimos qilardim. Ertalab tong otib atrof yorishishi bilan buvim tepamga kelardilar. Ko'rpani ochib yelkamdan tutardilar. Qani tura qol o'g'lim. Aytgan vaqting bo'ldi. Tur, ko'zingni och, kech qolasan. Men albatta ko'rpani boshimga burkib olib uxlashda davom etaverardim. Tur deyapman, qanaqa bo'lasan axir? Peshim bo'lyapti-ku. Buvimning dadag'asi kuchaygan sari mening ham qo'rsligim qaynab tushardi. Qo'yasizmi, yo'qmi? Birpas uxlay turaman. Jig'ibiyron bo'lib meni turg'iza olmagach, buvim to'nini butunlay teskari kiyib olardi. Bor-ey, turmasang turmay o'la. Men yanaman, qoladigan gap eshitadigan sen ekansan. Bilganingni qilmaysanmi? Endi yana uyg'ot deb ko'rgin. Uyg'otib bo'pman, juvonmarg. Yana nimalarnidir zarda bilan g'ildiray-g'o'ldiray xonadan chiqib ketardi. Men to'yib uxlaydigan bo'ldim. Endi mazza qilishga ulgurmay, buvim yana xonaga kirib kelardi. Bolam, ko'p gapirtirma, tura qol, choyingni damlab qo'ydim. Jon bolam, tur, yuvinib netib choyingni ich. Kechikmay o'qishingga bora qol. Ayam erta ketib, kech kelardilar. Biz bolalar uzukun buvimning qaramog'ida qolardik. Buvim nafaqat o'qishimiz-u dars tayyorlashimizga ham, balki usti boshimizga, issiq sovug'imizga ham qarab turardilar. Urush paytlari ovqat masalliqlaridan, nondan juda qiynalganmiz. Lekin biror kuni bizni issiq ovqatsiz qoldirganini eslay olmayman. Nimalarnidir archir, to'g'rar, jiz-biz qilar, juda bo'lmaganda lavlaga qaynatib berib, nafsimizni qondirardi. Bu ovqatni yeb bo'lmagunimizcha nazorat qilib turardilar. Yonimizda biron o'rtog'imiz bo'lsa, bizga qarab, "Ol, lallayib o'tirma, o'rtog'ing yeb qo'yadi hammasini" deb qistar edilar. O'rtog'imizning o'ziga ovqat alohida suzilgan bo'lsa, uni ham qistar edilar. "Oling, hammasini yeb qo'ying, sizdan qolganini kim yeydi?" Biz xijolatga tushib, "Buvijon, nega unday deysiz? Axir o'rtog'im bu yerga ovqat yegani kelmagan-ku. Gapingizni eshitib xafa bo'lmaydimi?" derdik. Buvim esa hech narsa bo'lmagandek, "Nima bo'pti? To'g'risini aytyapman-da. Nimasiga xafa bo'ladi?" deb pinagini buzmas edi. Masalliq bemalol bo'lsa, buvim yayrab ovqat qilar va qilgan ovqatlarini hammasini ham shirin bo'lardi. Buvim ayniqsa palovni o'xshatar edilar. Guruchlari dona-dona, oltinday tovlanib o'ynab turardi. Pishmay ham qolmagan, ezgilab ham ketmagan, biram xushbo'y, xullas yeb to'ymassiz. Buvimning menga singan xizmatlari aytgan bilan tamom bo'lmaydi. Lekin yana bir voqeani eslab o'tmasa sira bo'lmas. 1951-yilning yozida universitetni tugatdim. Erkin Yusupov, Muzaffar Xayrullayev, Muhammad Vohidov, Ubaydulla Bozorov kabi do'stlarim Moskvaga aspiranturaga ketadigan bo'lishdi. Men oilaviy sharoitimni ro'kach qilib u yerda qoladigan bo'ldim.
Avgust oyining o'rtalarida hovlida gaplashib o'tirar ekanmiz, to'satdan buvim so'rab qoldi: "O'rtoqlaring Moskvaga ketyaptimi?" "Ha, senchi? O'zingiz bilasiz-ku, men ketib qolsam oilaga kim qaraydi?" "Nimalar deyapsan? Erkim Moskvada o'qiydi-yu, sen Toshkentda o'qiysanmi? Seni erkingdan qayering kam?" "Yo'q, sen ham borasan. Xotining bilan qizingga o'zim qarab turaman. Sen sira xayolingni bo'lmay, yaxshilab o'qib kelaver." Buvimning gapi bilan ertasiga tegishli tashkilotlarga uchradim va avgustning oxirida Moskvaga jo'nadim. U yerda 3,5 yil Jahon adabiyoti institutining tuprog'ini yaladim. Yomon bo'lmadi shekilli. Ana shunaqa o'qimagan ammo qalbi mehrga to'liq, oddiy qishloq ayol meni odam bo'lib yetishimda katta rol o'ynagan. Shuning uchun u kishining yorqin siymosi bir umrga qalbimga muhrlanib qolgan. 2000-yil